avatar uzumi haqida video qilganimda juda ham ko'pchilik so'radi. Ishonchli ko'chatlarni qayerdan topsak bo'ladi deb qaranglar qayerga kelib qoldim. Xormang. Bu Sunnatullo aka bir necha yildan beri zamonaviy uzumlarni yetishtirish bilan tanilgan, ijtimoiy tarmoqlarda ham faol. Demak, aka sizda bitta hozir hammasi avatarmi? Ko'p turganingiz asosiy katta partiyada avatar navi. Bundan tashqari assortiment uchun Manicure Finger va Lamborghini, erta pishar, Preobrazheniya navlari ham bor. Xo'p, obunachilarimiz qachon eksa bo'ladi buni? Aka, odamlar qo'ymayapti. Ozgina vaqt bor, yerga amal kelsin deyishimizga qaramasdan o'zim katta qilib olaman deb olib ketishni boshladi. Bu mana stakanga qilib qo'yganmiz. Buni afzalligi shundaki, yilni istalgan vaqtda, istalgan mavsumda eksa bo'ladi. Faqatgina yer muzlagandan tashqari. Bu hatto qarang, hosillari bilan chiqqan. Hatto mevasi ham bor ekan ayrimlarida. Bu endi bu mevasi bizga bu yil qiziq emas. Meva bo'lganda ham olib tashlaymiz. Asosan ko'chat rivojlanib olsa, bu yil o'sib, keyingi yilga meva qiladi inshaalloh. Demak, adres manzil Surxondaryo viloyati Uzun tumani. Buncha uzoq demanglar, chunki aka O'zbekiston bo'ylab 12 viloyatga barchasiga yetkazib beramiz. Nechta olishidan qat'iy nazar. Videoni hoziroq zamonaviy uzumlardan, avatardan bog' qilaman degan tanishlarga, fermerlarga yuborib qo'yamiz va o'zimiz ham like bosib qo'yamiz. Mana shu uzum ko'chatlari dehqonni hurmatiga bitta like bosib qo'yamiz. Salomat bo'lasizlar. Salomat bo'linglar.